market. Bu yerda ham o'zimizning odamlar ochgan, samarqandliklar. Bu yerda shuncha katta nimalar ko'p, o'zimizning odamlar. Qachgacha olamiz mana bu yerdan. Biz bitta aylantirib ko'rsataman sizga, keyin bozorligimni qilaman. Achqimda donim yo'q, agar achqi bo'lganda birdan bozorda qilib ko'rsatardim. Shunday kirishda tarvuz, mevalar, narxlar, hamma narsa bor. Bu yerning samarqandlik okalar ochgan. Polka ketgan u yoqda. Bu yerda balet mahsulotlari va nimalar, go'sht mahsulotlar. Bu yerda tayyor ovqatlar bor, suzib olasiz. Issiqgina turibdi. Maxito nima deyapti? Maxito. Hamma xilidan bor maxitolarni. Bu yerda osh bor. Assalomu alaykum. Bitta osh minta edi. Yo'qlar bor. Salatlar bor. Mana bunaqa qizlar vashchi ko'p. Bu yerda shaverma bor. Sansalar bor, ona saqli, $3. Qo'yajana nimalar bor O'zbekistondan? Hamma narsa mana shu magazinda O'zbekistonda nima bor, hammasi bor. Rossiyskiy konfetlar hammasi bor. Qozoq, rossiyskiy. Qozoqlarning o'zi ham bor. Mana bu yerda tayyor sho'rpalar suzib qo'ygan. Olib ketasiz, bular ko'p traktorlar olib ketadi. Uydagilar unchalik olmaydi. Uydagilar ko'chadan sveji yeydi. Biz olib ketamiz bir hafta, 10 kun yeb yuramiz shularni. Mana bu yerda piroglar bor, pirojnilar. Короче, muammo emas. Biz hozir og'ay nimada tanishlarda aytamanda biz O'zbekistonning sharoitini unutganmiz. Eslab turish kerak, ana qiyinchiliklarni, qanaqa pul topishni deb ularga aytib turamanda har gal. Hamma narsa bor. U yo'g'i ketgan tomonda. O'zbekistonda qanaqa produktlar bor, hammasi shayda bor. Hozircha bunaqa magazindan bitta eng kattasi. Morojni qarang. 6 ta katta holdani qo'ygan. Maxitoda esasini boshqa men chorning golovkami hammasi bor. Bu yerda Amerikaning mahsuloti pastishda yo'q. Bu yerda sut mahsulotlar bor. Bu yerda keyin chap qo'lda kassa bor.